Ustida Allingo asosiy qurilmasi va quvvatlantirgichi joylashgan. Asosiy qurilma ichida almashtirilishi va quvvatlantirilishi mumkin bo'lgan batareya mavjud. Orqa qismida on-off tugmasi mavjud. On tugmasi bosilganda qurilma ishga tushadi va ekran yoqiladi. Qurilma to'liq ishga tushgach, ekran tasviri to'g'ri aks etayotganini tekshiring. Asosiy qurilmaning pastki qismiga pichoq blade ulanadi. Pichoqlarning ikki turi mavjud. Kichik pichoq 6,7 mm ichki diametrli traxeya naychalari uchun mo'ljallangan. Katta pichoq 7,5-8 mm ichki diametrli traxeya naychalari uchun mo'ljallangan. Odatdagi kattalarda erkak bemorlarda odatda 7,5 mm ichki diametrli naycha tavsiya etiladi. Ayol bemorlarda yoki tana tuzilishi kichik bo'lgan erkak bemorlarda 7,5 mm ichki diametrli naycha qo'llash maqsadga muvofiqdir. Pichoqni ulashda uning uchi bemor tomonga, monitor esa foydalanuvchi tomonga qaratilgan bo'lishi kerak. Asosiy qurilma va pichoqdagi mos tirqish va pin to'g'rilanib, to'liq kirgizilganda pichoq yon tomonlarga siljimaydi va mahkamlanadi. Oxirigacha kirgizilgandan so'ng, biroz bosilganda pichoq yanada mahkam o'rnatiladi. Ekranning yuqori qismida pichoqning uchi to'g'ri aks etayotganini tekshiring. So'ng kamera tasvirining ravshanligini tekshirish maqsadida kamerani qo'l bilan to'sib ko'ring. Endotraxeal naycha (ETTUB) pichoq yon tomonidagi maxsus kanalda joylashtiriladi. Ulangan holda, ETTUB yuqori quyi yengil siljitilib, uning uchi ekranning yon qismida biroz ko'rinadigan tarzda joylashtiriladi. O'ng pastki burchakdagi Wi-Fi belgisi qoplanmaguncha ekranning yuqori qismida pichoq, o'ng tomonida esa naycha uchi biroz ko'rinib tursa, intubatsiyaga tayyorgarlik yakunlangan hisoblanadi. Boshni orqaga egilgan holatda ikki barmog'i bilan og'zini oching va naychaning pichog'i, tube blade, bemalol aylanishi uchun ogiz boshligining yuqori qismiga tekkizing va ogiz boshligining yuqori qismi bo'ylab tabiiy ravishda aylantirib kiriting. Ekranini foydalanuvchi uchun qulay bo'lgan burchakka sozlang. Tanglay bo'ylab pichoqni aylantirgan holda kiritilganda, ekranda glottis, tovush tirqishi ko'rinadi. Glottis to'liq ko'ringach, pichoqni biroz chuqurroq kiritib, uni vertikal yo'nalishda ko'tariladi va taxminan 5 soat strelkasi teskari yo'nalishda buriladi. Ushbu holatda naychaning yuqori qora chizigi glottis kirish qismiga yetguncha itarib kiritiladi. Naycha to'liq kiritilgach, naychani mahkam ushlab turgan holda, pichoqni kiritish yo'nalishiga teskari tarzda ehtiyotkorlik bilan chiqariladi. Agar pichoq epiglot ust qismiga tiqilsa, uni orqaga tortib, biroz pastga tushirib yana kiritiladi va avvalgi usulga muvofiq, pichoq vertikal yo'nalishda ko'tarilib, taxminan 5 soat strelkasi teskari yo'nalishda buriladi. So'ngra, naycha itarib kiritiladi. Kamera va naycha o'rtasidagi joylashuv farqi sababli ekranda glottis markazida ko'ringanda pichoqni taxminan 5 soat strelkasi teskari yo'nalishda burish orqali naycha glottis markaziga joylashadi. Agar pichoqni 5 teskari yo'nalishda burilmasa yoki soat strelkasi yo'nalishida burilsa, naycha glottis markaziga to'g'ri joylashmaydi. Pichoqni 5 teskari yo'nalishda burish juda muhimdir. Agar naycha to'g'ri kiritilgan bo'lsa, ekranda ko'rinishiga qarab, bagging amalga oshirilganda kislorod yetarli darajada yetkazilayotganini tasdiqlash mumkin. Pichoqning amal qilish muddati sterilizatsiya sanasidan boshlab 3 yilni tashkil etadi. Foydalanishdan oldin pichoqning qadoqlanish holati va amal qilish muddatini tekshirib, mahsulotning yaxlitligi va xavfsizligini tasdiqlang.
Pichoq odatda bir martalik foydalanish uchun mo'ljallangan va bir martadan keyin yoq qilinishi kerak. Istisno tariqasida eogaz yoki plazma vodorod peroksid sterilizatsiyasi orqali pichoqni qayta ishlatish mumkin. Biroq, qayta foydalanishda tutqich va pichoqni birlashtirgandan so'ng, ekran tasviri toza va to'g'ri ishlayotganini tekshirib foydalanish zarur. Pichoq uchida chizishlar mavjud bo'lsa yoki ekran tasviri bulutli bo'lsa, pichoq yangi bilan almashtirilishi kerak. Lift ekranini urish, zarba yoki katta ta'sirdan saqlang va asosiy qurilma hamda uchidagi kamera bitta uzun kabel bilan bog'langan bo'lib, uni qattiq bukish, tushirish yoki zarbaga duchor qilishdan saqlaning. Lift ekran ta'riflari. Video yozib olish tugmasini bir marta bosganingizda ekranda yozib olish boshlandi degan bildirishnoma toast messagi paydo bo'ladi va video yozib olish tugmani bosganingizdan boshlab boshlanadi. Tugmani yana bir marta bosganingizda video saqlandi degan bildirishnoma ko'rsatiladi. Bu esa video yozib olish tugaganini va qurilmaning ichki xotirasiga saqlanganini bildiradi. Kamera tugmasini bosganingizda ekranda rasm saqlandi degan bildirishnoma toast messagi paydo bo'ladi va joriy ekran tasviri olingan holda saqlanadi. Rasm qurilmaning ichki xotirasida saqlanadi. Sozlamalar tugmasini bosganingizda ekran yorqinligini sozlash, Wi-Fi orqali telefon bilan ulanish, sana va vaqtni o'zgartirish hamda qurilma ma'lumotlarini ko'rish imkonini beruvchi ekran paydo bo'ladi. Status qatorining barning o'ng tomonida batareya zaryad darajasi va joriy vaqt ko'rsatiladi. Chap tomonda esa sana va batareya darajasi pastligini bildiruvchi ogohlantirish belgisi mavjud. Wi-Fi tugmasini bosganingizda mobil telefon bilan ulanish uchun Wi-Fi aloqasi yoqiladi yoki o'chiriladi. Batafsil ma'lumot uchun foydalanuvchi qo'llanmasiga murojaat qiling. Tomosha qilganingiz uchun tashakkur. Ushbu video YouTube'da ham mavjud. Medline Medical